Navbatdagi 3 xonalik uyimizni videoyozuvini qilib beraman. Siz esa ekranga bitta yurakchani qizartirib qo'ying. Asosiy kirish qismimiz 3 xonalik 8 qavatlik Namastra ukamizni 8-qavatda joylashgan, liftlari bor. Kvadrati 72 metr kvadrat 3 xonalik kompaktni. Asosiy kirish qismimiz o'ng qo'limizda bolalarimiz uchun yotoqxona qilingan, kompaktni, hamma sharoitlari bor. Yana koridorimizga qaytamiz. Mana bu yerda родительский spalni. Chiroyligina hamma udobstv bilan qilingan va to'g'rimizda oshxona bo'lyapti. O'tirib ovqatlanish zonasi. Mana bu yerda oshxonamiz, barcha texnikalar qo'yilgan. Va bu yerda esa общий sanuzel. Remontga o'z fikringizni kommentariyaga bildiring, qanday chiqqan va mehmonxonamiz bo'lyapti. TV zona. Qo'shimchasiga balkon mavjud. Ajoyib katta mehmonxonamiz. Samarqand shahar, Sagdiana, Sulaymon Buxoriy ko'chasi, ya'ni Samkoshda joylashgan. Bu domimiz yo'ldan ikkinchi dom bo'lyapti. Kadastr hujjatlari bor. 72 metr kvadrat. Narxi 6 million savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like va podpiska bosishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.